Yana bitta savol kelyapti obunachilarimizdan, erkak kishidan, oilador ekan, ikkita farzandi bor. Birinchi savol, oilam semirib ketyapti. Har yil 10-15 kilo vazni ko'payib ketyapti. U 150 kilogramm, men 80 kilogramman. Nima qilsa bo'ladi? Qanday qilib oldini olsak bo'ladi? Bu birinchi savol. Ikkinchi savol, jinsal aloqa qilamiz. Men hissiyotim yaxshi, vazbujdat, orgazm bo'ladi. Jinsiy aloqadan men lazzat olaman, lekin ayolim vazbujdat bo'lmaydi, orgazm olmaydi, misol lazzat olmaydi jinsiy aloqadan. Nima qilsak bo'ladi deb savol beribdi. Hozir ikkalasi savollar bir-biriga yaqin savol, chunki sviyazi bor. Ayolingiz gormonal narusheniya ketyapti, ayolingizda borib hatman ginekologga ko'rinsin, gormonlarni, jensiy gormoni, estradiol, erkaklik gormoni ham bor, testosteron, uni ham ko'rish kerak. Mumkin o'sha ham ko'tarilib ketgandir. Fezga, elga gormonlarni, vitamin D3larni ham ko'rish kerak. Hammasini borib topshirsa, keyin o'shanda aniq bo'ladi. Gormonlar agar susayib ketgan bo'lsa, jensiy gormonlar o'shanda semirib ketishi ham mumkin, yoki balandga chiqib ketgan bo'lsa, ko'payib ketgan bo'lsa ham shunday bo'lishi mumkin. Ikkinchisi ham shunga svязан. Siz keyin jinsiy aloqa qilganingizda mumkin tez tamomlaysiz. Mana shu uchun ham shunday bo'lyapti. Siz birinchi mana ikkita chilik ko'ryapsiz, u pastki tomonda klitr bo'ladi. Birinchi klitrni vazbujdat qilishingiz kerak, massaj qilishingiz kerak 3-4 minut. Undan keyin jinsiy aloqa qilsangiz, o'shanda ayolingiz ham vazbujdat bo'lib, mumkin lazzat oladi. Mana shuni yo'llari ham bor. Rahmat, sog' bo'ling.